Dollari borlar va dollarga qiziqadiganlar uchun shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 6 mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 4,28 so'mga pasaydi va 12.175,53 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 12,08 so'mga ko'tarildi, 14.151,62 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1,65 so'mga tushdi va 155,08 so'mni tashkil etdi. Xitoy yuani 3,8 so'mga oshdi, 1766,57 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 gramm uchun narxi esa 30.600 so'mga tushdi va 2.095.900 so'mni tashkil qildi. Trading Web ma'lumotlariga ko'ra, 5-mart Toshkent vaqti bilan 16:00 holatida Bitcoin kursi 24.259.213 so'mga oshgan va 893.705.875 so'm etib belgilangan. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Dollar haqidagi eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.